Yurak eng oxirgi kuchiga ishlayapti. Yurakni almashtirish kerak. Yurak transplantatsiyasi uchun donor yurak qayerdan olinadi? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhomov Oybek Erkinovichman. Yurak transplantatsiyasi bir ojiz insonning hayotini saqlab qolish uchun yagona yo'l hisoblanadi. Lekin donor yurak qayerdan olinadi? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Donor yurak faqatgina bir holatda, ya'ni rasman tasdiqlangan miya o'limi kuzatilgan bemordan olinadi. Bu juda jiddiy masala bo'lib, bu kimningdir koma holatida yotganida, kimningdir chuqur uyquda bo'lgan holatida, og'ir yotgan holatida organlar yechib olish haqidagi mif emas. Donorlarni 3 ta komanda ruxsat berishi kerak bo'ladi. Birinchidan nevropatolog va neyrojarrohlar, ikkinchidan reanimatologlar, uchinchidan transplantatsiya komissiyasi ruxsat berish kerak bo'ladi. Donor yurak har kimdan olinavermaydi. Buning uchun kardiolog va kardiojarroh tekshirib berish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yurak echokardiografiyada yurak qisqaruvchanligi normada bo'lishi kerak. Klapanlari ishlash kerak bo'ladi. Elektrokardiografiya, ya'ni EKGda ishemiya belgilari bo'lmagan bo'lishi, yosh organizm bo'lishi kerak bo'ladi va qon tahlillari, ya'ni qonda yetishmovchiliklar ko'p bo'lishi kerak emas va qonda infeksiya tushganlik belgilari, alomatlari bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bu sog'lom yurak retsipiyentga, ya'ni qabul qilayotgan odamga qo'yilayotganda maxsus va chuqur tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ayniqsa yurakning o'lchami va qon guruhlari to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Donorlik qilish uchun uning faqatgina yaqin qarindoshlari qonun oldida va qonun ustuvorligida ruxsat beriladi. Komissiya a'zolari etik tomondan ruxsat berilgandan keyin kardiolog, kardiojarroh, neyrojarroh va qolgan transplantologlar birgalikda tekshiruv qilib, natijalarni tahlil qilib, keyingina ruxsat beriladi. Agarda sizga yurak jarrohligi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mening sahifalarimga obuna bo'ling va like bosing.